aytib qo'ymoqchiman hozir. Gerbisid sepadigan davrdan kundan kunga kech qolyapti-da. Hozirgi paytda mana gallanchida turibman. Galla shu kungi holatiga mana turibga tortyapti. Turibkaga o'tgan mana. Ma chillaki galla ekan bu. Chillaki gallalar turibkaga o'tib bo'ldi. Endi turibkaga o'tgandan keyin gerbisid sepadigan bo'lsangiz, gerbisid mana unda rivojlanayotgan boshoqqa ta'sir qiladi. Boshoqqa. Bu degani o'zidan o'zi hosildorlikni 20-15 sentnerga yo'qotaverasiz. Buni iloji boricha ertaroq sepish kerak edi. Mana chillaki gallalarga. Endi bu yerda bitta nozik yeri ham bor. Asosan temperaturaga qarab, temperatura past bo'lsa, gerbisid sepsangiz o'tni o'ldirmaydi. Bu yilgi ob-havo sharoitida juda qiyinchilik kelyapti. Misol uchun temperatura ko'tarilmayapti qachondan beri. Shuning uchun demoqchimanki, rossiyskiy urug'lar bo'ladigan bo'lsa, tuplash davrida sepish kerak gerbisidni. Tuplash davridan o'tkazdingizmi, hosilingizni avtomatik qo'lingiz bilan boy bera olasiz. 15-20 sentner gerbisid sepganingizdan keyin hosil yo'qolib boraveradi. Bug'doyga sepganingizda gerbisid bilintirmaydi, lekin baribir ta'siri bo'ladi uni. Sababi kitoblarda ham yozilgan narsa bu. O'simlikka gerbisid deb o'zi ati jo'niman gerbisid. Sababi gerbo degani yashil, sid degani o'ldiraman degan ma'noni anglatadi. Buni sepganingizdan keyin o'simlikni tanasiga singib o'tgandan keyin ma'da turibkaga tortganda hosil bo'layotgan, mashitda hosil bo'layotgan boshoq bor. Endi shakllanayotgan boshoqni qatirib qo'yiladi. U qatgandan keyin sekin-sekin rivojlanish to'xtaydi. Rivojlanish to'xtab ashi holatda o'sib chiqadi, lekin boshoq kichkina bo'lib chiqadi. Shuni hisobiga hosildorlik pasayib ketadi. Hosildorlik. Buning uchun nima qilish kerak degan yana bitta savol berishingizdan mumkin. Buning uchun tarkibida antioksidanti bor. Gerbisidlardan foydalanib shu kunlarda sepsa bo'ladi, faqat temperaturaga qarab turib. Temperatura past bo'lsa sep bo'lmaydi. Yana bitta nozik yeri bor. Gerbisidlarni misol uchun ekipallalikka, boshoqli gerbisidlar nimaga, o'tlarga, ekala gerbisidga kilayni qo'shib turib, suvni pH-ni pastlatib turib sepish kerak. Suvni pH-ni pastlatmasdan sepsangiz, gerbisidingiz yana ta'sir qilmaydi. Yana bitta tomoniki, zayndikini qo'shmang hech qachon. Zayndiki bilan ana u hasharotnikini alohida seping. Faqat gerbisidni ekipallalikka, ana u boshoqli begona o'tlarnikini qo'shib sepsa bo'ladi. Bu yerda bitta nozik yerini aytaman yana. Faqat tarkibida antioksidanti bor gerbisidlardan foydalanish kerak.